O'zbekistonda yagona diplom beradigan maktab. Yagona. Bu dunyoning top universitetlariga kirishni kafolati. Bugun prezidentimizda o'sha prezident administratsiyasida milliy kadrlar zaxirasiga to'g'ri kirish. Dunyoda rekord yangiladik. 58 yillik tarixida 4 oyda IB verifikatsiyasidan o'tgan va diplom dars berish huquqini olgan birinchi maktabga aylandi. Garvardda o'qish, mana oddiy tilda aytganda, davlat budjetiga 7,5 milliard so'mga tushadi. Qachonki men zo'rman degan kuning o'zi san orqaga ketadigan kuning. Bir kunda 24 soat vaqt berilgan bo'lsa, 3 soatini agar siz maqsadsiz sarflasangiz, internetda o'tirsangiz, o'yin o'ynasangiz, demak bu bir oyda 45 kunimizni behuda sarflashimiz degan. Bitta operatsiyasi O'zbekiston sharoitida o'rtacha 3 ming dollar. Yevropa, Amerikada bu 10 ming dollar. Maktabda hamma o'quvchisi O'zbekistonda qaysi hududda bo'lishidan qat'iy nazar o'sha 5 mahal ovqat, kiyim-bosh va yotoq bilan ta'minlaydi. A'lochi bo'lgani degani tarbiyali bo'lgan degani emas ekan. Qushni ikkita qanoti deb biladigan bo'lsak, bittasi ta'lim bo'lsa, ikkinchisi tarbiya. Bizni ta'limimiz o'sha qushni ikki qanotiga qiyoslashimiz kerak va shu asosda bugungi kunda maktabda shu tizimni joriy qilganmizki, bir xil bo'lishi shart. 9-10-11-sinfda ota-onalar farzandlarini tushuna olmaydigan payti, farzandlar ota-onalarni tushuna olmaydigan payti переходный период deymiz, shunga o'xshagan krizislar deymiz. Bolalar bu kabi holatlari bo'ladimi? Bu holatda qanaqa bir yechimlar psixologlar, mutaxassislarmi yoki deylik o'qishiga ta'sir qiladi?